ochilishi o'ta qulay bo'lgan. Bemalol yosh bola ham ochsa bo'laveradi. Shunaqa narsalar xalaqit bermay turmasa. Havo berish uchun o'ta qulay qilib og'irligi yo'q, o'ta qulay. Bemalol ayol kishi ham boshqasi bo'laydi. O'ta qulay darajada bo'lgan. Ishlarimiz haqida ma'lumot bersak, kupe tilda bo'lgan, ochish o'ta udobniy. Ichkarisi ham joy tashlaganmiz termizga. Ichkarisi ochib termizimiz haqida gapirsak, bu ham zo'rnida bo'lgan, bemalol ochib yopishsa bo'laveradi. Ichkaridan bir ol, ichkaridan ol. Ochishga juda qulay, bu tepagacha chiqadi. Hozir endi ochmadik, tepagacha chiqarib ochib qo'ysa bo'ladi kunduz issiq paytida. Bu yerda 6 qatorli stilaj bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, juda tekis qilib, chiroyli qilib berganmiz. Kun isigan paytda bemalol ochib qo'ysa bo'laveradi. Yonidan havolar beriladi. Filtr qo'yilgan. Va yoqda bachokka tashlaveradi. Bachokda bemalol tomchilatib sug'orishga mo'ljallangan. Bachokni isitishga nima qilganmisan? Bachokni isitish uchun to'pli polma sistema qilingan. Radiatordan oladi suvni. Отоплениyadan olib isitib beradi bu suvni. Ko'chatlarimiz jini kech qoldi, lekin yaxshi ketyapti. Xudo xolasa bugundan radiatorlarimiz ishga tushadi. Xudo xolasa ko'karib ketadi. Yaqinda 2 bo'lindi. Jini kech qolindi. Endi isitish tizimi haqida hozir ma'lumot beramiz. Bu uchun ham alohida videoobzor qilinadi, xudo xolasa. Keyingi videoobzorlarimizda atopleniyasini alohida videoobzor qilamiz. Kimga shunaqa noldan aqlli teplitsalarda shunaqa isitish tizimlarini zamonaviy usulda qilib berish xizmatlari bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Noldan ishlaringni chiroyli qilib bitirib beramiz, xudo xolasa.